O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlar bugun tarixiy yaqinlik va mushtarak qadriyatlarga tayangan holda yanada yuksak bosqichga ko'tarilmoqda. Ishonchli va ochiq muloqot bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Ozarbayjon prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi avvalo ikki qardosh xalq o'rtasidagi yuksak ishonch va strategik sheriklikning amaliy ifodasi bo'ldi. Ayniqsa tashrif davomida abadiy do'stlik to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi munosabatlarimizning yangi huquqiy va siyosiy poydevorini yaratmoqda. Bu hujjat nafaqat bugungi hamkorlikni mustahkamlaydi, balki kelajak avlodlar uchun ham o'zaro do'stlik va hamjihatlikning mustahkam kafolati bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, Ozarbayjon O'zbekistonning ishonchli ittifoqchisi, strategik hamkori va biz uchun qardosh davlat. Bunday munosabatning zamirida umumiy tarixiy ildizlarimiz, ko'p asrlik do'stligimiz, mushtarak madaniyat va ma'naviy qadriyatlarimiz mujassam. E'tiborlisi, bugungi hamkorlik faqat siyosiy muloqot bilan cheklanib qolmayapti, balki investitsiya, sanoat kooperatsiyasi, transport, logistika, energetika va boshqa sohalarda aniq qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazish bo'yicha belgilangan maqsad ham ikki mamlakat iqtisodiy salohiyatida hali to'liq foydalanmaganligini ko'rsatadi. Ayniqsa Transkaspiy koridori salohiyatini birgalikda rivojlantirish tashabbusi strategik ahamiyatga egadir. Bu nafaqat ikki davlat o'rtasidagi transport aloqalarini kuchaytiradi, balki O'zbekistonning xalqaro logistika tarmoqlariga integratsiyalashuvi va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Madaniy gumanitar sohadagi tashabbuslar esa xalqlarimizni yanada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Nizomiy Ganjaviy va Alisher Navoiyning boy adabiy merosiga bag'ishlangan qo'shma badiiy film yaratilishi ikki buyuk xalqning mushtarak ma'naviy dunyosini dunyoga yanada keng targ'ib etish imkonini bermoqda. Shu ma'noda bugun O'zbekiston va Ozarbayjon munosabatlari oddiy hamkorlik doirasidan chiqib, umumiy manfaatlar, o'zaro ishonch va strategik maqsadlarga asoslangan keng qamrovli sheriklikka aylanmoqda. Eng muhimi, bu hamkorlikning markazida xalqlarimiz manfaati turibdi. Qo'shma investitsiya va sanoat loyihalari, yangi ish o'rinlari, transport koridorlari, yangi bozorlar, madaniy aloqalar esa xalqlarimizni yanada yaqinlashtirish demakdir. Ishonchim komilki, Ozarbayjon prezidentining ushbu davlat tashrifi yakunida erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi abadiy do'stlik, ishonchli ittifoqchilik va strategik hamkorlikni yanada mustahkamlab, ikki qardosh xalqning farovon kelajagi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.